hammaga mashhur bo'lgan qizil domlarni bilamiz ancha yildan beri. Assalomu alaykum. Bizning navbatdagi mijozimiz 2 xonali xonadonni 170 millionlik chegirmada, ya'ni bosh to'lov 250 million bilan bugun xonadon xarid qildilar. Assalomu alaykum. Ozod opa, yaxshimisizlar? Yaxshi kelganlaringizmi? Bugun mana bizdan 2 xonali xonadon xarid qildingiz. Sizga chegirmalar chiroyli narxlarda qilib berishdimi? Albatta qilib berishdi. Bizga bu juda ma'qul keldi hamma tomonlama. Shuning uchun keldik, o'zimiz xohishimiz bilan xohlab to'lov qildik uyga. Aynan nega bizni qurilish kompaniyasini tanladingiz? Chunki biz mana bu hammaga mashhur bo'lgan qizil domlarni bilamiz ancha yildan beri. Keyin mana bu orzular makoni, bu quruvchilarni o'sha ishonchli bo'lgani uchun hamma vaqtida ham kvartiralar o'z vaqtida topshirgani uchun mijozlar hammasi rozi bo'lgani uchun so'rab surishtirib ma'qul bo'lgani uchun keldik va tanladik shuni. Qurilishni o'z vaqtida topshirib va chiroyli bo'lgani uchun hamma tomonlama bizga ma'qul keldi. Ishonch hosil qilgan. Qisqasi. Rahmat amaki, rahmat Ozod opa bizni tanlaganingiz uchun. Ya'ni ham keyingi loyihalarimizda xonadon xarid qilish yana niyatingiz bor ekan, yana nasib qilsin. Ikkinchi xonadonimizda ham xarid qilish niyat, iloyim niyatingizga yeting opajon. Tabriklaymiz. Davomli bo'lsin. Shunday bo'lsin. Rahmat sizga ham. Sizlarga ham. Hammasi xayrli bo'lsin.